Assalomu alaykum Roblox kanalining muxlislari. Sizlar bilan Roblox olam kanali va Slab Tower, ya'ni urush mumkin va tepaga chiqish kerak bo'lgan o'yinni o'ynab ko'rsatamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib ko'ring. Videolarimizga like bosing. Bu sizdan hech qanday bir qiyinchilik tug'dirmaydi degan umiddamiz. Bu orqali siz bizning ozgina qilayotgan mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz, do'stlar. Urma, men urmayman, shunchaki ko'taryapman. Oh, yo'qolib qolar ekanda essiz. Boshqatdan o'ynaymiz. Ozgina qiyin o'yin. Bilmadim qay darajada yetib boramiz. Mana o'ynayotgan odamlar ko'p, juda ham qiziq. Hamma bir-birini urgan, tepaga chiqishingizga bir yo'l qo'ymaydi, urib tushirib yuboradi. Xullas ajoyib o'yin. Imkon qadar biz urmaymiz sheriklarni. Biz sheriklarni urmasak ham ular bizni urishadi. Oxiri achchig'imiz chiqib qoladi, keyin biz ham urushda davom etamiz. Bizda ham qo'l bor. Faqat mana shu yerda juda qiyin. Shu boshida nimaki keyincha nariga o'tsangiz ko'pchilik u yerga o'ta olmaydi va u yog'iga tez ketasiz. Mana shu bosh qismidan o'tib olsangiz bo'ldi, do'stlar. Hozir mana bu yo'qolib qoldi. Endi paydo bo'lsa yuramiz. Ana u kutib turibdi, uraman deb. Mana yana chiqdi. Yaxshi. Urma. Urmadi. Yaxshi o'ynaydiganlar ham bor, ya'ni urmasdan o'ynaydiganlar ham bor. Biz ham imkon qadar urmasdan o'ynaymiz. Ya'ni bizni urmasa biz urmaymiz. Mana ketdi. Bundan bu yog'i osonroq. Ya'ni asosan o'sha urib tushirib oladiganlar boshida, do'stlar. Bu tomonga ko'pchilik o'ta olmaydi. Shuning uchun bu tomonlarda mana odamlar yo'q, sheriklar bemalol ketaverasizlar. Mana ko'rishlaring mumkin. Asosan pastda hamma. Mana urib mana shu yerdan o'tib olsangiz bo'ldi. Mana ko'ryapsizlar, boshlanish qismi shu yerda boshlanyapti. Mana 3-qavatga chiqsangiz, bu yog'i bemalol to'g'ri o'ynab ketsangiz bo'ldi. Qo'l ham shart emas. Biz mana tepaga qarab yurishda davom etamiz. Bu qanaqa joy bo'ldi bu yerda? Xo'p. Yaxshi. Qani ketdi bolalar. Go. Mana ko'ryapsizmi? Hamma mana pastda. Shu yerda bir-birini ko'p uradi nimagadir. Bu yoqqa o'tganingizdan keyin mana orqadan yetib keldi bitta qizimiz. Urmasa bo'ldi. Biz aytamiz, sakrab o'tamiz. Yaxshi. Voh, mayta yo'qolib qoladi. Qizcha o'tib ketdi. Biz endi hozir yana paydo bo'lishini kutamiz bu zinalarni. Xo'p, ketdik do'stlar. Mana paydo bo'ldi. Bitta. Ay, tushib ketdim. Burdilaring yo'q bo'lib qolishi mumkin. Do'stlar, kanalimizda ko'pchilik obuna bo'lmasdan ko'ryapti. Iltimos, obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta like bosinglar. Bu sizga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Sizdan bir pul yechib olmaydi telefoningizdan. Shu telefon, agar kanalga obuna bo'lsangiz, shu telefoningizni burchagida shu bizni kanalning belgisi chiqib turadi, xolos. Xohlasangiz kirib videolarni, kunda yangi videolar qo'yib boramiz, ko'rib borishingiz mumkin. Demak, bu yerda yo'qolmaydi. Yana davom etamiz. Ana shu yerda yo'qolib qolar ekanda. Shu yerda ko'pchilik tushib ketyapti. Oh. Hop. Yaxshi o'tib oldik, do'stlar. Oqlarga tegmasangiz yaxshi bo'ladi, chunki jonni olib qo'yadi nimagadir. Xo'p, demak bu yerda orqaga qaytarib yuboradi. Shuning uchun imkon qadar sakrab yurish kerak. Ehtiyot bo'lasizlar, mana shu tushib ketsalar, o'ta pastga tushib ketish ham mumkin. Yo'qolyapti. Tezroq. Oyna, yaxshi. O'tib oldik. Hoppa. Xo'p, mana sakramasangiz yurmaydi bu yerda. Yana shirkatdan tushib ketdik. O'tdik. Yaxshi, nima qanaqa ekan? Bu chiqib bo'larmikan? Mana bunda ustida yuras ekan siqonib. Hoppa, yetib keldik. Juda ham ingichka, nimaga sakrayapti? Essiz, u yo'qolib qolar ekan. Bilmabman, do'stlar. Yana boshidan.
Do'stlar, mana shu yerda o'tolmay yiqilib tushgandik. Mana yetib kelib oldik. Hozir buni yo'qoladi. Yo yurishingiz bilan yo'qolarmikan bu? Shunga tushunmayapman men. Ketdik. Demak, bu yurish bilan yo'qoladi menimcha. Siz yurishingiz bilan demak. Xo'p, endi bu yerda yaxshi, yaxshi. Yetib keldik. Endi mana bu yerda o'ta qiyin do'stlar. Juda ham qiynalaman shu yerdan o'tishga. Bilmayman qanday o'tish kerak. Yo'q bo'ldi. Ajoyib. Ajoyib, ajoyib. Endi mana bu yerdan bilmadim, yo'q bo'ladimi yoki sakrab chiqib olamiz. Ketdik. Dushi gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, endi bu yerda bilmadim, mana orqadan kelishyapti. Mana bu yerga ko'rib turamiz. Xo'p, sakrab o'tib ketaverar ekan demak. Hop. Yaxshi. Hop. Shunisi yomon. Pastga tushib ketsangiz, yana boshqatdan chiqish kerak. Hop, o'tamiz. Ketdik. Hoy. Ana ko'rinmas nalar ham qandaydir odamni cho'chitadi. Yana bu yerda yana bor. Xo'sh, yuguramiz. Yo'qolar ekan, yugurishimiz kerak. Tezroq. Yugurishimiz kerak, tezroq. Va nihoyat yetib kelib oldik. Ajoyib. Xo'p, bu yerda nima bo'ladi endi bilmadim. O'tib ko'rsak sekin bilaveramiz. Yaxshi. Nima ekan bu? Nega bunaqa? Yaxshi. Do'stlar. Ishqib yo'qolib qolmasa bo'ldi mana bular. Shundan qo'rqyapman xolos. Hali yo'qolib qolsa, tushib ketib qolasizda. Tez harakatlanib ketaveramiz, yo'limizda davom etamiz, tepaga chiqamiz. Xo'p, do'stlar, yana qancha bor? Hali ancha bor menimcha. Men nima qilar ekan, bu yo'qolib qolarmikan? Ko'ramiz. Yo'qolib qolsa kerak. Ajoyib. Yo'qolib qolar ekan. Bet nima ekan bilmadim. Bet yo'qolmasa kerak. Yaxshi o'tib oldik. Endi bu yoqqa qarab tezlashib ketadi. Tez strelka tomonga tepaga chiqamiz. Mana bu men uchun judayam mushkul. Qanday o'tib ketyapti bular? Ana shunaqa. Endi men u yerdan o'tolmasam kerak. Bilmadim. Harakat qilamiz. Boshqa chiqadigan yo'l yo'qmi-kan? Shu yerda-ku. Xo'sh, yuguramiz do'stlar, yuguramiz. Mana shu yer juda ham men uchun qiyin do'stlar, juda ham o'tishim qiyin mana shu yerdan nimagadir. Hech bir o'tishni eplolmayapman shu joydan. Xullas, chekkacha yozil do'stlar, kanalimizga like bosing, obuna bo'ling. Bu yerdan o'tishni o'rganib, keyin davomini davom ettiramiz. Sog' bo'linglar, salomat.